So'raymi sizlardan? Yo, bu narsa yozib berishim kerakmi? Mashina olmoqchiman. Ruxsat berasizlarmi deb so'rashim kerakmi? Sizni qizg'anamiz-de. Niligidan emasdir. Menga qara, bor o'zing tanishtir, bolalar nima yeydi, nima ichadi, qo'shimcha darslarga boradigan vaqti, nechida nonushta qilish kerak. Yodgorni haligi anaqa yong'oqdan allergiyasi borligini, tushundingmi? Madinaga tvorog asal bilan yedirish kerakligini, hammasini o'zing tushuntirgin, xo'pmi? Xo'p. Aka. Nimaga bu qiz ishga oldingiz? Ra'no bo'lganigami? Uzr. Hozir Shabnam kelib menga shu savolni beruvdi. Endi tilxat yozib beraman shekilli, kimni ishga olib, kimni ishdan bo'shatishimni. Nima? Agar kerak bo'lsa, baxting kerak bo'lsa menga, baxtingni ham ishga olaman. Men unaqa demoqchi emasman. Lazon qara. Bolaga oldin Barno qarardi, to'g'rimi? Erga tegib ketdimi, tegib ketdi. Hozir Shabnam mana endi oila qurish kerak. Endi bola Shabnamga o'rgangani, bu ham erga tegib ketsa, yana bola katta stress bo'lmaydimi? Bunisi-chi? Necha oy ishlarkan? Necha oy chidarkan? Agar sen tegmasang, turtkilamasang, Aka, ishlaydi. men tegmayman. Sizni bolalaringiz qabul qilarmikin buni? Lazon, men bolalarimga ona olib kelmadim qabul qilishiga. Bu ishchi. Ish kerak ekan.